Mana hozir shu yerda bitta metan balonimiz, ichida metan gazi bor, propan gaz balonimiz ichida propan bor. Ikkalasi ham to'la. Buning balandlastligi unchalik ham katta rol o'ynamaydi. U yerda o'zi nimasini yo'qotib beraveramiz, plyus-minusini. O'zi maxsus buni tepaga havo ko'tarilib ketadigan joy. Mana bu yerda balandligi taxminan 3 metrlik balandlikdagi bo'lgan joyi. Mana hozir propan metanni qo'yib turib, shu yerda propan pastda, ya'ni metan gazi yuqorida tepada yurishligini isbotini chiqarib beramiz mana shu apparat orqali. Assalomu alaykum hurmatli zamonlar. Shu yerda apparatimiz bor. Har qanday o'tishga gaz bo'lsin, metan, propan bo'lsin, benzin bo'lsin, qanaqa yoqilg'iga tez, yanuvchanligi tez bo'lgan mahsulotni nimani yoqilg'ini o'zida sezish xususiyatiga ega bo'lgan apparatimiz bor. Bu smart sensor degan apparat, AC8800 degan apparat bo'ladi bu. Shuni hozir ko'rasizlar, mana nuqtai nazarda ko'ramiz. Propan gaz balonimizni jummalaki sog'in masofa. Hozir nima bo'ladi? Savozda barining kranda ham hozir eshikasi bor. Xuddi sezdi. Endi metanni tekshiramiz. Metanni teshga bor. O'zingiz ko'rdingizlar. Bazı uzoq muddat signal berib turgani sabab mana bu ichine gaz yoqilg'isi qamalib qolgandan keyin shuni biroz vaqt sezib o'zidan xabar beradi. Mana hozir shu yerda bitta metan balonimiz, ichida metan gazi bor. Propan gaz balonimiz ichida propan. Buning balandlastligi unchalik ham katta rol o'ynamaydi. U yerda o'zi nimasini yo'qotib beraveramiz, plyus-minusini. O'zi maxsus buni tepaga havo ko'tarilib ketadigan joy. Mana bu yerda balandligi taxminan 3 metrlik balandlikdagi bo'lgan joyi. Mana hozir propan metanni qo'yib turib, shu yerda propan pastda, ya'ni metan gazi yuqorida tepada yurishligini isbotini chiqarib beramiz mana shu apparat orqali. Mana hozir metanni jumbalakini bo'shatamiz, ichidagi gazni chiqaramiz. Mana apparatimiz. Shu yerda turamiz mana. Davay. Metan. Ana endi hozir bir pas havoga aralashadi bu bergan metan gazimiz havo bilan aralashadi. Aralashib keyin havo o'z yo'lina, suv o'z yo'lina, mana bu gaz o'z yo'lina ketadi. Mana hozir tepani ko'ramiz, bor bu yerda. Endi pastni ko'ramiz. Hozir tiniydi. Hozir bu yerda havo bilan aralashib turibdi bu. Ana hozir ketdi. Metan gazimiz tepaga ko'tarildi. Mana hozir havo toza bo'lib qolyapti pastda. Metan gazimiz tepaga ko'tarilib boryapti jarayonda. Mana endi tepani ko'ramiz. Pastga tushiramiz. Pastga tushirdik. Mana ko'proq signal berib turganning sababi mana buning ichine gaz qamalib qoladi. Mana bu jumbarakning ichiga. Sensorning ichiga gaz qamalib qolgandan keyin bir pas durib keyin ovoz yo'qoladi. Ichidagi gazni chiqib havo bilan aralashib ketgandan keyin. U mana havo bosib olgandan keyin to'xtaydi. Mana hozir metan balonimizning holati. Mana ko'ramiz tepaga. Mana tepada turibdi. Yana pastga tushiramiz. Pastda metan gaz balon gazi yo'q. Pastda metan gazi yo'q. Mana tepaga chiqaramiz yana. Mana metan gazimizning xulosasi ma'lum. Apparat orqali o'rtacha xulosa chiqardi. Endi propan gazni ko'ramiz hozir. Mana hozir darvozani ochdik. Skvoznak qilib, mana bu tomondagi eshik, darvozalar ochilgan, shamol skvoznak qildikdan bu yerni havosini tozaladik. O'xshi. Gaz miqdoridagi esorat alomatlar yo'q hozir. Mana apparat hech qanday
sezilmoqda. Hozir darvozani yopamiz. Mana hozir propanni nima qilamiz? Bu yerda hozir havosi toza. Mana ko'rdingizlar, o'zlaringiz, men guvohi bo'ldingizlar. Hech qayerda gaz yo'q. Havo toza. Davay, propan. Bo'ldi. Endi tepa. Hozir bir pas qichqirib turadi. U yerdan kelgan bosim evazini havo bilan aralashib ketdi bu. Mana tepada yo'q. Mana pastda. Tepaga chiqaramiz. Yo'q. Pastga tushiramiz. Yana takrorlaymiz. Tepaga chiqaramiz. Pastga tushiramiz. Propan gaz balon pastda sizib yurishligining isboti. Yong'in pastda bo'ladi. Agar propan gaz balon. Mana aziz vatandoshlar, bu yerda propan gazi va metan gazining og'irlik va yengillik havoga nisbatan bo'lgan massasini o'lchab ko'rsatdik. Metan gaz balonimiz ichida hozir yarim gaz balon yoqilg'isi bor. Propan gaz balonimiz ham shunaqa xuddi ichida. Mana metan gaz balonimiz ichidagi gazning og'irligi bo'lsa 16-10 massa og'irlik bildiriladi fizikaviy ilm bo'yicha. Propan gaz balonimizning ichidagi gazning og'irligi, propan gazining og'irligi 44,1 massa og'irlik bildiradi. Havoning og'irligi o'lchami bo'lsa 29 massa og'irlikda. Mana bu shunda propan gazimizning og'irligi havoga nisbatan 1,5 barobar og'ir havoning pastida yurishi, uyning pastida yurishining isbotining bitta bo'laki.